mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maryamjon opajonimiz bilan to'g'ri bog'landikmi? Ha. Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat, yo'q. Bezovta qilgan bo'lsak, avvalambor uzr so'raymiz. Ayni damda sizga ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan Dildagi izhorlarim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Ushbu loyihaning boshlovchisi bo'laman. Avvalambor sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Yaratgan egam sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, xotirjam hayot, ko'nglingizdagi eng ezgu orzu-umidlaringizning barchasini Alloh taolo ro'yobga chiqarsin deymiz. Rahmat. Tashakkur. Opajon, 5 daqiqa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Yaqinlaringiz nomidan kelgan tabriknomalar bor. Minnatdormiz. Bugungi chiroyli kun, bugungi go'zal ayyom muborak bo'lsin deya sizga bir yaqiningiz, mehriboningiz o'z tilaklarini yozib qoldiribdilar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir mehriboningiz bizga murojaat etgan bo'lishlari mumkin? To'g'risi bilmayman. Taxminlaringiz yo'qmi? Nevaralarim bo'lsa-da kerak deb o'ylab turibman. Aha, yana-chi? Qizim bo'lishi mumkin. Qizim shunday narsalarga qiziqtiradi. Ismlari? Sabohat. Albatta, juda ham to'g'ri topdingiz. Sizga ushbu samimiy dil izhorini albatta qizalog'ingiz Sabohatxon yo'llagan ekanlar va mana shu tilaklarga qudangiz muborak ona, kuyovingiz Ruslanbek, nevaralaringiz Ruxshona, Husniya, Jamshidbeklar ham qo'shilishgan ekan. Rahmat. Albatta, ijozat bersangiz, ularning samimiy dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsam. Bo'ladi, rahmat. Tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qadri baland, qadridan qaddi baland, mehribonlar ichida eng mehribonim, ko'zlarim nuri, qalbimiz quvonchi, xonadonimiz fayzi aziz onajonim. Bugun bu dunyoga bir farishta kelgan kun. Bugun mening hayotimdagi eng qadrli inson onajonimning tug'ilgan kunlari. Onajon, sizga nima tilashni ham bilmay qolaman ba'zan. Chunki siz uchun tilak aytishga kelganda dunyodagi eng chiroyli so'zlar ham kamdek tuyuladi. Sizga shunchaki uzoq umr emas, mazmunli va xotirjam umr tilayman. Shunday umrki, unda ko'nglingiz hech qachon sinmasin, qalbingizga g'am yaqinlashmasin, ko'zlaringiz faqat quvonchdan yoshlansin. Siz biz uchun qancha narsadan kechgansiz, qancha tashvishlarni ichingizga yutgansiz. Biz kulgan paytimizda siz ham kuldingiz. Bizning dardimizni esa ko'pincha o'zingiznikidan oldin o'yladingiz. Balki biz bularning barchasini vaqtida sezmagandirmiz. Ammo ulg'aygan sari onaning mehrini, bir og'iz duosining qadrini yana chuqurroq anglar ekan inson. Onajon, sizning borligingiz o'zi biz uchun katta ne'mat. Alloh sizga bizdan ko'ra chiroyliroq kunlarni ko'rishni nasib qilsin. Farzandlaringizning baxtidan quvonib, nabiralaringizning shirin kulgusidan yayrab, ko'nglingiz to'lib yashang. Xonadoningizdan fayzu baraka, dasturxoningizdan qut, yuragingizdan mehr hech qachon arimasin. Qayerga borsangiz ham yaxshilik qarshi olsin. Qadamlaringizga omad ergashsin. Har tangingiz xushxabar bilan o'tsin. Har kechangiz shukr va xotirjamlik bilan yakunlansin. Yaratgan egam sizni har qanday balo qazodan, dard va tashvishdan asrasin. Tilagim bitta. Bizga hali juda ko'p yillar onajon deb murojaat qilish nasib etsin. Biz sizga boylik yoki dunyoning barcha ne'matlarini bera olmasligimiz mumkin. Ammo qalbimizdagi mehr, hurmat va minnatdorlikni hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Onajonim, bugungi yoshingiz muborak bo'lsin. Yuzingizdan kulgu, qalbingizdan xotirjamlik, uyingizdan baraka, hayotingizdan baxt arimasin. Orzu qilgan barcha ezgu niyatlaringiz birin-ketin amalga oshsin. Alloh sizni bizga uzoq yillar sog'-omon saqlasin. Sizni yaxshi ko'rishimni so'z bilan aytish kamlik qiladi. Siz biz uchun shunchaki ona emassiz. Siz uyimizning mehri,
qalbimizning taskini va hayotimizdagi eng katta ne'matsiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Kulish uchun sabab kerak emas. Izlamaydigan biror bahona, sizni ko'rib tursam yetar bas. Baxtimga siz sog' bo'ling ona. Nima kerak menga toju taxt? Boylik baxtni berolmas ona, borligingiz o'zi menga baxt. Boshimdagi tojim siz ona. Tugamagan dunyo tashvishi, turfa mushkul hamda yumushi, onam onalar ichra kumushi. Bebahoyim jonim siz ona. Tizzangizga boshimni qo'ysam, qo'lingizdan yetaklab yursam, yelkamga ko'tarib hajga borsam, Makka tillomdek aziz siz ona deya mana shunday dil so'zlarni siz tomon yo'llagan ekanlar. Ayni daqiqalarda suhbatimiz yozib olinmoqda. Agar sizni ham qizalog'ingizga aytadigan samimiy tilaklaringiz bo'lsa, bir necha daqiqadan so'ng ular ham ushbu iliq so'zlaringizni eshitib albatta xursand bo'ladilar. Evvel başta şimdi yaxshi isteklerini yetkazganingiz uchun size katta rahmet, sağ olun. Hamma adamları şimdi yaxshi xushxabarlarni yetkazib yurishda Allah'ım size güç kuvvet versin. Şu yaxshi tilaklar siz ham hamisha nasib etsin. Farzandlarimle hemmetine sağlık, salametlik dileyim. Yamanlıklarını göstermeyi Allah'ım arkamızda kalgayla. Bizlere neni yaxşıla görüp neni rava görseler, yaratkan Allah'ım farzandlarinden şu yaxşılıkları kaytkay. Hemme analar şunun bir yaxşı sözlere münasip, hemme anası sağ olsun. Hiç kim farzand dağını görmez. Şu farzandlarımla yaxşı günlerini görmekle müyesser etti. Yamanlıklarını görsetmeyi Allah'ım. Allah'ım. Xudoyim shular sog' bo'lg'ay, shularni umri uzoq bo'lg'ay, shularni yomonligini Allohim hech qaysini farzandini yomonligini ko'rsatmay. Hamma onalar yo farzandlardan yaxshi tilaklar eshitib yaratgan Allohim oqshom gündüz dilayataman. Allohim hech kime farzand dog'ini ko'rsatmay. Hamma farzandlar onalarning ota-onalarına yaxshi niyatlar aytib ko'rmagani müyesser etgan. Katta rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Biz ham sizga oilaviy baxt, mustahkam sog'lik, mehr oqibat va xotirjam hayot tilaymiz. Qalbingizdan mehr, kesingizdan tabassum, xonadonlaringizdan baraka aslo arimasin. Qimmatli vaqtingizni ajratib bizni tinglaganingiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohimning panohida bo'ling. Tavallud ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Katta rahmat, sog' bo'ling. Tashakkur. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirib yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtimsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini